Assalomu alaykum YouTube, Instagram kuzatuvchilari, obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xohlasa Paxtavodda sentriga kelib o'rnatdik. Bir chekkadan boshlasa uzunligi 3.45, buyog'i 270. Hali denini o'rnini tashlab ketdik va gazda vitishkasi uyda egasi endi olaman o'g'lim vaqtoman deganiga kafelga orqasini 2 xil qilib bering o'g'lim deganiga chiroyli holatda 2 xil variantda yasab berdik. Yer damalantligi 230, oshom-oshiq har doimli vakuum, moyka, shushulkalari bilan общий pulini aytamiz. Общий puli 14 million 150 ming so'm bo'ldi. 14 millionga dogovor bo'ldi. Hali denini o'rnini chiqarib bering o'g'lim. Mayli, bunisiga roziman deganiga, muammosinib hali denini tepasini davolasa bonus qilib qo'yib berdik. Akril variantda mana rezinli kronka, stanisalari ham rezinli, burchaklari ham rezinli kronkada, hamma yoqda rezinli polkalari. Mana birin-ketin Xudo xolasa uyda egasiga buyurib nasib qilsin. Avvalo kimga qanaqa svetda, qanaqa holatda, qanaqa dizaynda kerak bo'lsa, chiqarish bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda tayyorlab beramiz. Mana рабочий stollarni ham Rossiya qilganmiz, hali Toshkent film emas. Ko'pchilik Toshkent deyshadi, Toshkentniki emas. Ishga Xudo xolasa garantiyasi bor. Avvalo uyni egasiga buyurib nasib qilsin. Ko'plar qatori tutishga mana